Yangi kelinchaklarimiz qiladigan xatoliklar videoni oxirigacha ko'ramiz. Bizning xalqimizda shunday ibora borki, yangi kelinchak erta tongdan turib, ko'cha-ko'ylarni sipirib, muzdek suvlarni sepishni boshlashadi. Bu esa yangi kelinchakni vohlidan vohli turib suv sepgandan keyin shamollashni boshlashadi. Birinchi o'rinda sistit hosil bo'ladi. Buning natijasida bizning kelinchakimizda gormonal buzilishlar bo'lishi mumkin. Immunitetning tushib ketishiga olib keladi va tez-tez shamollashni boshlaydi. Shuning uchun aziz ayollar, yangi tushgan kelinlarimizni asrashimiz kerak. Erta tong 4dan emas, 6dan turib, quyosh chiqqanda turib, ko'cha-ko'ylarni sipirgan holda, suvlarni albatta iliq holda sepishni men xohlardim. Chunki oyoqlarini issiq kiyish kerak, noskilar, keyin lozim ishtonlarda yurmay, ichida issiq losinalar va ichida maykalar kiyish kerak. Chunki bizning tanamizni iliq holda ushlashimiz kerak. Chunki siz kelajakda ona bo'lasiz, sog'lom farzand dunyoga keltirishingiz kerak. Shuning uchun bu xatoliklarga yo'l qo'ymang. Bu videoni yangi bo'lajak kelinchaklarga yuborib qo'ying.